Boshlang'ich to'lov 2-3 ming dollar berib, mana shu ko'rib turgan 2020-yil 63 ming kilometr yurgan, olib haydashingiz uchun tayyor holatda bo'lgan Nexus avtomobilni halol nasiya savdoga hech qanaqa bank va penya kreditlasiz, xudo xolisa halol nasiya savdoga haydab chiqib ketsangiz bo'ladi. Juda ham zo'r variant. Mashina o'ta ideal holatda. LED lampochkalar taqib qo'yilgan, Cobalt disklarda chiroyli 4 ta balonlar taqib qo'yilgan. Tunanash va bo'yida urganda sindirib yuborishgan. Mashinada 4 ta eshiklarda polni shumkalar qilingan. Salonlari o'ta ideal holatda. Ko'rsangiz bo'ladi. Apishkalarni ham 4 ta eshiklarda shumkalar qilingan. Salon ashinalar qo'yilgan. Probeglari 63 ming kilometr. Zo'r chexolda taqilgan. Video registratorlarda jigar pultlari bor. Xohlasa olib haydash uchun tayyor holatda. Kuzovlari ham zo'r holatda. Hozir toshlaydigan joylarga brollar urib qo'yilgan. Orqa kuzovlarining ko'rinishi mashina xohlasa olib haydab chiqib ketishingiz uchun tayyor holatda bo'lib turibdi. Pastda nomer qoldirib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqib, xohlasa to'liq ma'lumotga ega bo'lib, baraka qo'rsanglar bo'ladi.